Lekin mustahkam turibdi hozircha ushbu devor. Abdurahmonov kirib boryapti. Aldamchi harakat. Yana to'p unda pas. Abdullayev, Ferrera, zarba! Gol! 2-2. Juda qaynoq o'yin. Juda chiroyli gol. Bu o'yinga, bu atmosferaga juda bir chiroyli tushadigan gol. Mana bu muxlislarga juda chiroyli sovg'a bo'ladigan gol. Dahshat. Qizilqumga mana shu o'yinda himoyada shuncha payt chiroyli turib bergani uchun ham bu golni chiroyi oshib ketdi. Qizilqumga ham qoyil. Dinamo esa o'z o'rnida. Do'stlar, golni qarang, golni. Ferrera kichik bir hudud to'pni tepdi, darvozaga joyladi. Tashlandi darvozabon. Qo'llari yetmadi Quvvatovni. Abdullayev pas berdi, Anvarov ulgurmadi. Nargi himoyachi ham kelib to'pga oyoq qo'yishga kech qoldi va bu yerda Ferrera mavsumdagi navbatdagi super ijrolardan birini amalga oshiryapti va hisobni tenglashtiryapti. 2-2.